Assalomu alaykum. Navbatdagi bemorimiz Vohida Shirin opa 9 kun oldin bizga keluvdilar. Kelganda shikoyatlari boshda, bo'yinda, belda og'riq, oqsoqlanib yurish shikoyatlari bilan keluvdilar. Bugun 9-kunlari. Hozir oqsoqlanib yurishlari deyarli 90% yo'qoldi, mustaqil yuryaptilar. Biz bu kishiga kompleks tarzda davo muolaja o'tkazdik. Fizioterapiyani 7-8 xil turi, reabilitatsiya, dori-darmonlar bilan, ikloterapiya, plazma lifting amaliyotlar bilan davoladik. Hozir o'zlaridan kelganlarida qanaqa edi, hozir qanaqa, hammasini aytib bering shundoq. Qanaqa edingiz, hozir qanaqasiz? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, doktor hurmatli. Men kelgan paytimga og'riq juda kuchli edi. Hamma joyimda og'riq bor edi. Yurishlarim qiyinlashib ketuvdi. Oyog'imda butun oqsoqlanib yurish, mana bo'yinlarimni ko'tara olmasdim. Xudoga shukr, mana 9 kundan beri ancha yaxshi bo'ldim. Ancha emas, почти 90% уже sog'lomman. Dori-darmonlarni vaqtiga olyapmiz. Fizioterapiya, reabilitatsionni nima, hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Doktorga, hurmatli doktorga juda katta rahmatlarni izhor etaman. Больница yaxshi, juda ham yaxshi qaraydilar, medsestralar, hammalari juda yaxshi. Sizga o'xshagan kasallarga tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Kim shunaqa og'riq, oyoqda og'riq bo'lsa, bo'ynida og'riq, boshida og'riqlar bo'lsa, kelsin. Mana vrachlari juda yaxshi qarayaptilar. Kelsinlar shu yerga 100% davolanib ketadilar inshaalloh. Endi Xudo xolasa uyga 2-3 tabletkangiz bo'ladi, uni muntazam ichasiz. Keyin sizda aktivatsiya, ko'proq shug'ullanish va reabilitatsiya sentrga borib doimiy shug'ullanishingiz kerak. Xo'p. Shunda yaxshi yurasiz. Tushundingizmi? Xo'p, rahmat. Salomat bo'linglar. Hamma kollektivga rahmatlarni aytib qo'yamiz. Salomat bo'ling, kasal bo'lmang. Xo'p, rahmat. Salomat bo'linglar. Agar siz va siz yaqinlaringizda bo'yin, bel og'riqlari, bosh og'riqlari bo'lsa, albatta pastdagi raqamlar orqali murojaat qilib, bemalol kelib davolashlaringiz mumkin. Salomat bo'ling.